Assalomu alaykum detektiv ixlosmandlari. Siz Huquq va burch jurnali taqdim etayotgan detektiv audio ruknidasiz. Hozir siz tinglaydigan hikoya rus adabiyotining dunyoga mashhur namoyandalaridan biri. Abxaz xalqining suyukli farzandi Fozil Iskandar qalamiga mansub. Tarjimon Shavkat Yodgorov. Qarash. Oryol shahridan o'tayotganimizda men bilan bir kupeda ketayotgan yo'ldoshim shahar tomonga ishora qilib hikoyasini boshladi. Qurilish institutini tamomlaganimdan so'ng shu shaharda ish boshlaganman. Bir kuni o'zimga uncha tanish bo'lmagan davrada o'tirib qoldim. Katta stol band qilingan, qizlar, yigitlar ko'p edi. Ziyofat chog'i kimnidir tikilib turganini sezib qoldim. Stolning narigi tarafida bir yigit menga nafratga to'la muzday nigohini qadab turardi. Uni umuman tanimasdim. U ham meni birinchi marta ko'rib turishi. Aytmoqchimanki, uning menga bunaqa qarash qilishiga hech qanday sabab yo'q. Odamlarning fe'lini yaxshi bilganim uchun maqsadini bittada tushundim. Uning shunchaki mushlashgisi kelayotgandi. Tepalashlarga uncha xushim yo'q-u, lekin to'g'ri kelib qolganda solishishdan qochish yo'q menda. Lekin bu safar mushlashuvga sira ham xushim yo'q edi. Davradagilarni tuzukroq tanimaganim uchundir balki, xullas o'sha kuni mushlashadigan kayfiyatda emasdim. Ammo lekin bunaqa yo'q qarashlarga yon bermaslik kerakligini tajribamdan yaxshi bilardim. Bunaqalar bilan murosa qilishga urinish befoyda, qaytanga battar quturishadi. Bu xuddi yaydoq dalada qopag'on itdan qochishga urinishday gap. Irodamni to'plab uning nafrat qotib qolgan ko'zlariga bamayli xotir qarashga o'zimda kuch topa oldim. Lekin hadeb ko'z urishtiraverishdan o'zimni tiyib turdim. Buni shunchaki odob yuzasidan o'tirishni buzgum kelmagandan qildim desam ham bo'ladi. Har safar nigohlarimiz to'qnash kelganda ko'zimni undan uzar ekanman, men buni erinibgina, parvoyimga ham kelmayotganday qilardim. Nazarimda ich-ichidan toshayotgan g'azabdan uni kulrang ko'k ko'zlari qinidan chiqib ketayotgandek tuyulardi. Kecha davomida nafrat to'lib qotgan bu qarashni bir necha marta payqadim. Va har safar xotirjam va loqayd alfozda uning ko'ziga tikildim. Chunki bunday ko'zga faqat shu tariqa qarash kerak. Lekin har safar atrofdagilarning e'tiborini tortmaslik uchun birinchi bo'lib ko'zimni uzardim. Hamma shirakayf bo'lib raqs boshlanib ketgan paytda ana u nusxa esimdan ham chiqib ketdi. Raqsga tushayotganimizda bir qiz oldimga kelib, yalincha ohangda, "Iltimos, sizga bunaqa qaragani uchun uni kechiring. U o'zi shunaqa, juda ham rashkchi" dedi. Demak, u mana shu qizning yigiti. Unga endi e'tibor beribman. Men ancha sarxush bo'lib qolganim uchun allaqachon boyagi yov qarashni unutib ulgurgandim. Hech qisi yo'q, bo'p turadi dedim. Keyin hammamiz uyimizga tarqaldik. 2 oydan keyin o'sha yigitning qamalgani haqida eshitdim. Kechasi u ko'chada 2 yosh yigitchaga duch kelgan. Yigitchalarning biri undan gugurt so'ragan. Kim bilsin, u nimani o'ylagan. Lekin yonidan pichoq olib, gugurt so'ragan yigitchaga tashlanib qolgan. Buni ko'rgan ikkinchi yigitcha qocha boshlagan, lekin ana u tentak unga yetib olgan va qayta-qayta pichoq sanchib o'ldirib qo'ygan. Birinchi pichoqlangani og'ir jarohat olganiga qaramay tirik qolgan. Uning shohidligi bilan qotilni tezda topishgan. Odamzodga nafrat ba'zilarda tug'ma bo'ladi. Buni hech qanday davosi yo'q. O'sha yigitchalarni aytaman-da, agar ikkinchisi qochmaganda ana u nusxa unga tegmagan bo'lardi. Bunaqa paytda yovvoyi qonunlar amal qiladi. Qizig'i, qotil qandaydir jinoyatchi emas, yosh muhandis bo'lgan. Ikkinchi yigit qochmaganda uni o'ldirmasligini qayoqdan bila qoldingiz? Buni aniq bilaman. Axir u ham menga o'xshagan quruvchi muhandis edi. Uning o'rnida bo'lsam men ham shunday qilgan bo'lardim. Uning mantig'i menga g'alatidan ham ko'ra xavfli bo'lib tuyuldi. Jin ursin, negaligini bilmadim-u, sekingina boshqa kupega o'tib ketkim keldi. Endi uxlasak ham bo'lar. Aytib qo'yay, uxlaganimda hurrak tortadigan odatim bor. Ishqilib uyqingiz ziyrakmasmi? Yo'q, lekin uxlab olishim sal qiyinroq, dedim uning samimiyatidan ta'sirlangandek tutib. Yaxshi ekan. Unda uxlaganingizcha kutib turaman. Keyin hurrak tortishni boshlayveraman.
Bilsangiz, qush uyquga ham qandaydir yovvoyilik xos. Uyqusi ziyrak odamlardan hushyor bo'ling. Ayniqsa yo'lda. Ular siz qattiq uyqudaligingizda uyg'onib ketishadi. Bunaqa paytda kallasiga nima o'y keladi? Faqat Allohga ayon. Ko'p narsa kutsa bo'ladigan xotima bo'ldi. Shu o'y bilan o'rnimdan turib, joyimni taxlashga kirishdim. Detektiv audio Adolat milliy huquqiy axborot markazi multimedia bo'limi tomonidan tayyorlandi. Ovozlashtirish guruhi: Surayyo Ablaqulova, Avazxon G'ofurov, Erkin Yunusov, Salohiddin Husniddinov, Dadajon Foziljonov, Ahmadjon Odilov, Madhiya Avazova, Sardor Isroilov, Xurshid Sultonov.